Salam qarindoshlar, qanday ahvolingiz yaxshimi? Esinglarda bormi? Men bir necha kun burungi deyman. Men sizlarga bir programma tepib oldim YouTube'dan. Shiploq tangini qazdigan deb. Shu men bugun 3-chi kun bo'ldi bu programmani o'rganib o'tib, oxiri bu programmaning amalini qildim. Oxiri yeshildi bu. Ya'ni pul tepishni boshladi endi. Qanday pul topib deganda men buni endi ozroq yeri bor, endi boshladim, o'ngshaldi. Ozroq bir narsani o'ngshab, keyin rasmiy pul tepishni sinovdan o'tganda, undan keyin men bizning guruhga chaplab qo'yaman. Pulinglarni tayyor qilib turinglarmi? Meningcha bu amal bo'lib qolar. Node. Bizlar bu programmani qanday mandirmiz deganda, men Node.js degan programmani o'rgandim, 3 kun bo'ldi. Buni Node degani besib, undan keyin auto compound degan programmaning ismini bosib ekanmiz. Mana auto compound degan ismini bosib ekanmiz. Hozir mana bossak pul tepish boshlaydi. Meni aslim bu hisobotimda 0.0085 tanga bor ekan, ya'ni TRI degan tanga. Hozir bu har 5 sekundda 10 sekundda bir tangani qazib mana qo'shib qo'yadi. Mana qarab turinglar. Men tangamga, misol tangamga hozir 5 sekundda tangani ma'lum qo'shadi. Shunday bo'lgancha bo'ldi, qo'shsak. Shunday bo'lganda hozir 0.05 va 3 qo'shilib chiqib ketdi. Ben qo'shsak 15 oldimi, 8 oldimi? 0.08 15. 15, okey, 15 deydi. Mana qo'shsakni chiqib ketdi. 16 bo'ldimi? Okey. 16. Endi mustaq har 5 sekundda, 10 sekundda bir qator mustaq pangni. Mustaq qo'shib bo'ldi. Endi bu 16 ga mana qo'shsak shunday bo'ldi. 61 bo'ldimi? 61. Buni bu mangul o'qishda mangul o'zim 4 soat. Men buni faqat bir 5 minutla tashab qo'ydim. Vaqtliq sinab baqlangan. Mana bu pul topdim bu. Pulni tayyor qilib turinglar, men bir meningcha pul tepishni amal bo'lib qolsa, undan keyin men buni boshladim. Sinovdan o'tgandan keyin undan keyin sizlarga chaplab qo'yman, to'g'ri. Bizning guruhga. Undan keyin shu yerdan o'zinglar tushirib pul tepishni boshlasanlar bo'ldi. Men o'tadi. Endi gapimizga kelsak, bu qanday pul topadi desanglar, mana Try Solaris degan bir app bor ekan. Shproqtangini nima qiladigan, qazadigan app. Shu appga men sinov tariqasida $1160 pulni tepib qo'ydim. Silib, undan keyin hozir mandirdim, biz tangi qazib Bunun endi bu tangini qazib bu nihoyat yaxshi. Bu qazgan tanga, bu nima deymiz, buniki qazgan tanganing ismi XTRI deydi. U mangu tushmaydi, mangu o'smaydi, ashundaq turadi. Endi bu qazgan tanganing foydasi mangu o'smaydi, tushmaydi. Ashundaq bizning US dollarga o'xshash, USD dollarga o'xshash turadi, bu o'smaydi, tushmaydi. Qazg'ini. Biroq mablag' sog'ini, TRI deyni ba'zi o'sib, ba'zi tushib turadi. Masalan, oraliq hozir TRI deyimiz bugungi bahası 0.7425 deydi. Eğer bu o'ssa, nəhayət yaxşı, bu o'ssa, bu o'sib birdi, shundan bizning foyda biz mablag' sağan mablag'ning bir foydasi o'zi chiqaverdi, bir foyda bo'ldi. Bir foyda. Undan keyin biz to'xtamay qanday qaziveramiz, to'xtamay har sekund, 10 sekund bir qator pulni qizib, buni ko'paytirib turamiz. Bu menga ko'paydi bizning qazg'anin. Shundan 2 foyda bo'ldi, 1 foyda 2 foyda bo'ldi o'sib ketsa. Biroq tushib ketsa, chataq bo'ldi, chataq yeri, meniki tushib ketsa, biz buning foydasi, masalan, mana ko'rdinglar bu yerda. Buning foydasi 155% foyda, 1 yillik foydasi 155%. Bu foydasi 1 tanga, ondan keyin bo'ldi, keyin ondan keyin bu 155% bo'lsa, bak o'sha 1 sekundda bir come on. Bu 1 sekundda mana 1 sekundda bir baş 0.1 tangalarni tap qo'tirsaqmi,
bir 24 saat ati necha pul topib qolasiz hisob olmadim men ati necha pul topadi uni qarab olmadim ati bilmay qo'y bugun bayam texi buni hozir o'nglab tanishaldim buni o'ngshaldim bir kun necha pul o'qidi uqilmaydi bak bo'lsa shu 5-10 tanga bo'lar oxirida biz diqqat qilmasak bu foydani %100% foyda chiqqan bilan necha ming dollardan ziyon tortib agar uchib ketsa bu mablag' yo'q bo'ldi shuning bilan chumilni izlaymiz deb tavozdan quruq qoldiga chiqdi shunga programmaning maqsadi nima deganda agar tushumisi yaxshi o'ssa pak yaxshi bu programma yana shunday foyda chiqdi agar $1000 baqadar 0.10 nechadan har 10 sekundda foyda chiqib tursa bir soatda necha foyda chiqmoqchi 24 soatchu bir kunda yo bir haftachu bir oydachu boshqa 25 bu da mangu mustaq mangandamdi bu biroq amchataxiri bu tushib ketib qolsa sahan mablag'ning qiymati tugaydi foydasi tugmaydi foydasi mangu ko'payib mangdi tushmaydi o'smaydi bu foydasi tangisi bu TRI emas bir tanga bu tushmaydigan o'smagan tanga bu mablag'ni qanaqa qilamiz endi men endi programmani yangi o'ngishdim ertadan boshlab buni endi programma nima qo'shman desanglar agarda bu programmaga men nima qil desanglar bu programma mani o'qiydi mayadagi chunki man node tuzgan programmaning ismi Node.js ekan Node.js bu programma program ekan bu shu tor betidagi coinmarketcap.com degan adresini bersak shunga kirib shu narsaniki bahosini mancha sekundda bir qatim tekshirib turdi ekan shuning bilan men ertadan boshlab qanday qilaman desanglar programma ichiga boyaqi tanganing bahosini tekshirdim har 10 sekundda yo 1 minutda 5 minutda bir qatim tekshirib tushishga boshlagan vaqtda darhol menga telefonga uchur yo'llaydi bu men bir YouTube'da bir shu program bilan sal yon telefonimga uchur yo'llaydigan bir programmani bir ayrim bir kodni ayrim bir xalat tuzib qo'ygan programma deb oldim shu xalat tuzib qo'ygan programma deb oldim YouTube'ni deb oldim xalat tuzib qo'ygan shuni tanishib o'ngshidim 3 kun bo'ldi men bu program uyga 3 kun bo'ldi 3 kunda xudoga shukr men buni hali o'rganib bir yerga bordim meni tanishidim endi yana o'qimayman necha kun ketadi bir hafta ketamdi yo 3 kun ketamdi yo bir oy ketamdi bilmayman telefonni nima bilan qo'shib olsam bu qanaqa qilmaydi desanglar shu tanga tushib boshlaganmanlar programma appning ichiga ulayman yomon programma ekan bu programma appning ichiga kiradi ekan appning ichiga ulab shu tangadan bosh tushgan amallar darholla bu menga uchur yo'llaydi telefonimga uchur yo'llaydi uchirgandan keyin men darholla buni endi bu qo'l bilan to'xtaman buncha mani besib to'xtaman odatda kompyuter usti bolalar bo'lsa men mani chaplab qo'yman men programmani usti bolalar bo'lsa shu program bilan qilsam texim yaxshi masalan hozircha shu qo'lda qilib turaylik buni endi endi o'ngshab bo'lgandan keyin darhol bizning WhatsApp guruh chiqarib o'taman guruhdan o'zinglar ishlatib pul topishib boshlashinglar bo'ldi meningcha pul topqili bo'lar qani bir sinab boqaylik qani meni shu tushishga boshlaganman qanaqa desanglar men telefonim shu yo'lgandan keyin darhol men to'xtataman buni qanday to'xtataman desanglar videoni besib mani besib ben keyin uyutman hamma narsani shu qanday qilib birdan birini uyutaman mani besib boshlab bo'ldimi okey bundan keyin pulni besib manajni besib remove'ni besib maksimum amini bosamiz maksimum bosdim approve sign remove confirm bu yerdagi maqsad nima deganda shu TRI degan tangani bosh chiqishdan burun darholla buni USDT'ga US dollarninki shifra tangisi degan tanga almashtirib o'tish mana bosdim hozir ana bu shifra tangini qizishdan to'xtadi hozir
Buni biz göre qo'ygandik, bu göre qurishni biz hozir to'xtatdik. Yo'q, chiqarib oldik. Göre qo'yishni chiqarib olgandan keyin buni qilaman desanglar, swap diye kirib, mana mushtangina 788 dollarla bor ekan. Ma USDT deymiz 588 dollar ekan. Mana besib USDT ni besib mana ko'rdinglarmi? Mana bu yo'nalishni tumanligini, ya'ni mashina bassamlar, maksimni bassamlar. Hozir ma TRI degan tangini USDT tangiga almashtirdi. Nimasdimi? Bu ishaqqa tuban ko'rdinglarmi? 0.1%. Hech qancha emas. Confirm. Bu yaxshi yeri ma app'niki. Ishaq tuban ekan. Atam mayada matematikmi buni ishaqqa 0.002 ETH ekan. Jiq emas bu. Close bastımı. Endi qarasamlar, mana ko'rdinglarmi? Qani, endi ko'rdinglarmi? 1161 dollar bo'lib oldi. Endi ufdaymiz. Endi ma TRI 0 hozir, ma TRI 0 tang hozir. Ma pulni almashtirib bo'ldik, ma US dollar almashtirib bo'ldik. Endi ufdaymiz. Endi bu tushib ketsa imkonimiz yo'q. Hozir shu qilgan maqsad shu. Chunki bu tushib ketganligini ma tangini qezib olgan bilan chatoqiri bizning foydasini mablag' azab yo'qolib ketmaydi, azab ketadi. Ya'ni mana shu. Hozir bayat necha puldi, ma bu tushib ketdimi, o'sdimi? Hozir tushibdimi? Tushibdimda, tushdi. Endi buni nima uchun bu tangini ma US dollar almashtirganda, ma US dollar ko'rdinglarmi? USDT US dollar T deyimiz ta'dir, ma US dollarning ma shu bir tangi qismi. Bu mango o'smaydi, tushmaydi, mishdaq turdi, 1 dollar turdi bu. Shuning bilan men o'sgan bilan ko'rdinglarmi? Ma one year deymiz, one y deymiz, one year degan gap, ma yer 1 yil degan gap. 1 yildan shu eng yuqori shu mana eng tasatda ko'rdinglarmi? 1.003 o'sib ekan. Eng tuvan tushgan vaqtda men ko'rdinglarmi? Ya'ni 1 yilning ichida eng tuvan tushgan vaqtda 0.999939 1 dollardan yiqib o'smay tushmay bag'osh 0.101 tushsa ya o'sa. Shundan eng oxirida nima bo'lsak, hozir tushdi, endi to'xtaydi, hozir biz ziyon yo'q. Biz ziyon yo'q. Foyda bor. Chunki foydani biz evatimiz emasmi? Hozir nimani biz qon qizib foydali emasmi? Meningcha ziyon yo'q. Meningcha o'g'andimda. Keyin buni sizdan qanday bilamiz-ku? Hozir endi buni biz nima qildik? Masalan, hozir bu programma to'xtamay mengaverdi menga. Shundan bu programma men to'xtamay menga ya bir haftadan keyin, ya bir oydan keyin, ya bir kundan keyin, ya bir soatdan keyin matanga o'sib boshlaganda darhol bu programma bizga telefonga uch yo'llaydi. Bu o'sib boshlandi deb. O'sishga boshlandi deb. Masalan, miyada tushamdi, ya miyada bo'lamdi, ya miyada bo'lamdi, program o'zgarganmiz. Manch %, masalan, miyada qas bo'lmaydi. Masalan, biz programmaga kirganda biz bir tushib 1% o'sishga boshlaganda ondan keyin bizga uchirolaydi. Masalan, miyagacha 0.1% o'sdi desak, 0.1 o'sib bo'g'ichin tushib ketdi. Shunga miyagacha 0.1% emas, hech bo'lmaganda 1% o'sgandan keyin ondan keyin bizga xabar qilsin. Bo'lmasa 0.1%dan 1%dan ya 5%, 10%dan o'zimiz kirgizimiz-ku bu shartni programma o'ziga. Şart boyunca program o'zi şart to'shqanligida darhol bizga uch yo'llaydi shu. Shuning bilan bu programmani masalan miyada deyli, biz programmani o'sdi deb uch yo'lladimi? O'sdi deb uch yo'llagan malla biz telefonga uch yo'llagan malla biz darhol buni qilishga boshlaymiz. Shundan endi buni men aks qilamiz endi. Chunki ma TRI ni tushib ketmasin deb biz yo'qotgan. Endi biz mana US dollarni TRI almashtirib, kan qazimiz. Chunki ma TRI bo'lmasa kan qazolmaydi. Shundan qana qilmaganda miya keldikmi? Shu telefon bizga shu yo'lga mani o'sib boshlaydi deb shu yo'lga mani darhol miyaga kelib, shundan men USDT ni besib, TRI ni besib, machada biz maksimum 50% basamiz. Chunki ikkisi teng bo'lmasa bo'lmaydi. 50% ma 50% ikkisini teng qilib, anakin kan qazimiz.
Mesela miye basanlar, farm diyene basanlar, mana basanlar. Buna TRI US döte 2 tane qazdı. Dash 2 tane qazdı. Bunun bir yıllık paydası 155%. Şunun bilen ne geldi men? Şuna ma swap'ni besip, ma o USDT'ni besip, ondan keyin TRI'ni besip, TRI diyeden basıp besip, şundan 50%'ni besip, swap. Confirm. Close. Şunu hazır mağını emdi ma TRI almaz tutuk edin ama $781 TRI var. Çünkü üst otudu bu. Peraz ma. Ki ma program özledi o. Üst otudu. Üstken başlap da anını ki ma 780. Emdi biz bunu kan qışıq başlayımız. Kandan qazımız diyende miya kilip. Miya kilip depositni basımız. Ma'ni basımız. Maksimum basımız. Agarda mana basqanda ma chiqmay qolsa, mana basib baqsan. Mana chiqmay qolsa, ikkisini birisi bassanglar, ikkisini maksimum bassanglar, mishada supply degan gap chiqdi. Ma ko'k rang o'zgardi. Shuni ikkilarni bunu bassaq bo'ldi. Confirm. Close. Manage. Okay, şundan bir yere tügedi. MD. Farm'ı kilip. Deposit yana basımız. Bu çağda maksimumda basımız. Deposit'ni basımız. Confirm'ni basımız. Eğer abirishni unutib qoldim eras. Okay, işte endi hozir tabatay. Bayqa biz olgan bizan yani nima qilganaqdak biz bu programda foyda oldik qo'ysak nemisini. Agarda bu foydasini bo'ldi men ishlatmayman desanglar, bu foydasini biz boshqa bir tangini qazidi. Men XTRI degan bir tangini qazidi bu. Bu tangi bayqa US dollarga o'xshash o'smaydi, tushmaydi bu. Bu mangu ashta ko'payib mangudi, azilmaydi. Ash qo'shmoqda emasmi? Agar men o'sha turversin bo'ldi, turversin sanmayman. Agar men buni foydani teximchab men buni yana qo'shay desanglar, miya kilib hozir qani qizib siz miya kilib swap deya kilib bayqa tangini almashtirsan. Yana bayqi XTRI deganni TRI'ga almashtirib maksimumda o'chadi. Bunun bilan shu foydasilarmi kan qazimiz. Confirm. Bir bayan işlemiz biroqla USTR almashtirib tanqis bo'libdi-ku. Bu damda ishlamaydi. Keyin ayrim qilsan bo'ldi buning. Qachon foydasi bizlarga muvofiq chiqqan vaqtda buni andan keyin yana o'xshashlar farm deb endi menga versin. Buni pul deymiz bu yerda. Buni pulni besib, liquidity'ni besib, bu joyda bu yerda USDT yana birisi TRI degani topamiz. Qani TRI. TRI'ni besib, mana maksimumni qilsak, mana yurmadi. U joyda mana maksimum basamiz. İkisi qancha o'zbis bo'ldi? Shundan supply'ni basamiz. Ya, qaysi yursa shu hisob. Confirm'ni basamiz. Shundan bu foydasini oldan gap. Foydasini qanqa qilgan gap. Shundan ikkasi foyda bo'ldimi? Ikkasi emas, ikki qatim foyda bo'ldimi shundan bo'lganda? Manage. Endi buni add. Shundan basamiz deyman. Add. Mana maksimum basdikmi? Maksimum bani qildik buni. Add basamda, esim chiqib qoldi buniki. Maksimum. Bu tutibdi. Undan keyin buni farmda besib, miya kilib, deposit miya kilib, depositni besib, bu joyda maksimumni bosamiz, depositni bosamiz.
Boshqa turlar o'zgarmamdi. 1161.90 nechti. Jiq emas bu bizning faqat majmuni foydasini qildim u keyincha bir kun 5 kunlik bir haftalik foydani bir qo'shsanglar menimcha jiq bo'lishi mumkin. Mani qarab turlar o'zgarmamdi. O'zgardi qo'shdimmi ko'rdinglarmi? Endi bunun bilan endi ikkisidan tang azir qon qizidi. Buni qon qazg'aniga qanday qilmasanglar, buni endi qon qizib boshlagandan keyin biz buni yig'ishga boshlaymiz. Yakilib, masalan, boyaqni qon qizishga boshlagandan keyin biz 0'dan başladık. Biz payız Apple'da payın ayını qaytadan qon qazan qo'shatdik. Insaf turib yine bu tapqan pulni misal yig'ib mangdi u. Ya'ni meni endi qildigacha nima desanglar, telefonning nomerini qo'shib, men telefonni uchirgan qo'shib, undan keyin bizning guruhga chiqarib o'tay. Bizning guruhga chiqib bo'lgandan keyin sizlar shu pulni tayyorlab turinglar. Men qani qilib boqaylik, qanchalik foiz chiqadi. Agarda kompyuter usta bolalar bo'lsanglar, eng yaxshisi buni qada telefonni uchirib, bizlarga uxlab qolgan vaqtda bu o'tib ketsa, tushib ketsa, keyin o'tib ketmasin. Agar kompyuter usta bolalar bo'lsa, shu app bilan o'zinglar mana hammasini mishan o'zinglar to'xtatib, videoni besib, undan keyin ani besib bayqi degancha hammani besib uni qilib oxirida swatni besib oxirida TRI deganni US dollarga almashtirib avtomatik almashtirib bo'lgandan keyin uni uftaymizda. Undan keyin shu hammasini shu app emas app degan app. Hammasini shu programmaning o'zi avtomatik qila olsa bak yaxshi bo'ldi. Men hozir sababim bunga yetmaydi. Men texi buni uyga 3 kun bo'ldi aran texi. Boshlab 3 kun boshlab aran mishlik qildim, 2 kun uxlamay. Sizlarga pul topirman deb qo'ytmagan buni. Sizlarga ancha foyda bo'lsin deb. Shuning bilan hozir buni mang'uzdim. Men qasab sizlar agar mang'uz olsa texim yaxshi. Buni men keyin asoslab o'rgataman qanday bu yoqqa dog'lan. Sizlar agar qanday qilaman desanglar, men usta bolalar bu yerga pulni qanday joylayman desanglar, menda qilsam. Men MetaMaskni bizani bilasizlar, men o'ynab boqqan bol bilasizlar, ishpartam o'ynab boqqan MetaMaskni qachilab, undan keyin men Ethereum mainnet deganda buni ETH'ni olasizlar. ETH'ni app bo'lgandan keyin men ETH men chiqdi manchi pul deb hozir men 49 bo'lmagan. ETH app bo'lgandan keyin qanaqa qilman desanglar, ETH bo'lgandan keyin men Ethereum mainnetda, Ethereum bo'lgandan keyin sizlar maya basdan nima bridge'ni besib, mani besib, undan keyin men connectni besib, men Ethereum o'tkazishim faqat Ethereum gap chiqdi. Chiqish kerak. Shu men hozir ulab bo'lgandan keyin bayqasam Aurora degan shu. Biz bo'lgandan keyin sizlar ma'lum chaqmasizmi? Biz turdim, biz o'chib turdi. Chaq, ma'ni chaqni basmaysizlar. Anchak. Biz turdi. Continue'ni baslan. Continue'ni biz ma'ni baslan. Hozir mening jiq pul yo'q. Hozir buni ma'maslik mumkin. Continue'ni baslan, confirm'ni besib. Buni qilish maqsad nima deganda, pulni yo'tkazsan. Ethereumdan hozir men pullar $2 bor ekan, pul yetmagandan keyin men ish qilgan. Buni hozir mang'uzmaydi. Nima qilib oxirida qanday qildi deganda, pulni bu mavi Ethereum degan pulni hozir mavilik Ethereumdan Aurora degan mainnet qo'shlaydi. Aurora degan mainnet qo'shilib bo'lgandan keyin bu mavi app deymiz Aurora degan mainnetda mang'udi. Qo'shilib bo'lgandan keyin sizlar men swap degan miya kirsizlar. Miya kilib Ethereum deganni ko'rdingmi? Hozir misal Ethereum bormiz. Misal hozir qo'shilib bo'ldinglar. Ethereum deganni sizlar US dollar endi 50%ni US dollarga, 50%chu. 50%ni US dollarga necha pulki buni hisob qilsa, 1% jiq emasga. Da bo'lgandan keyin yo'qmi shu hammasini biroqlar US dollar almashtirib o'tib, US dollar almashtirib bo'lgandan keyin andan keyin boyaqi men degan shu nima boshdan pachasam bo'ldi. Almashtirib bo'lgandan keyin ondan keyin masalan almashtiraya, hozir pul qolsin bo'lmaydi bo'lsa. Almashtirib bo'lgandan keyin men basam almashtirib bo'ldi. Almashtirib bo'lgandan keyin ondan keyin sizlar mana US dollar bo'ldi. Ondan keyin TRI ga almashtirsizlar, TRI ga almashtiriblar. Masalan, men jo'da maksimum 50% bo'ldi. Ana mana hisob qilsanglar shuni almashtirib bo'lgandan ondan keyin bu tugandan keyin ondan keyin boyaqi bo'yichalar
Aşu yol boyunca müştak aşu nim kılabıslan mi azım ya mesku mi pulnu baslan şuna kodayma pulnu besipla. Admin kılıp aştak bayık yoldamış an kılıslan. Agarda bir şey hemen programını kılasan bak yaxşı oldu. Bak kompüter ustu bağlamış bayan şu boyunca pulnu mişak urup müştak pulnu tapqaştırınla onun için ma programını kılasan da texim yaxşı. Dep kılgan derhalla bizim ma grupqa çaplap koysanlar biz Uyghur balla ma gruptaki biz balla pul tapqaştırsın. Meni çoğanda menimcha müştak agarda şu bunun en diqqat qilgan nima desa mushu tanga tushib ketmasa jiqpiltab qoladi. Ben ko'rdim, mana 55% payda var ekan, 1 yillik paydasi. Bu yerda birisi var ekan, necha prosent dedi, 393% payda var ekan. Keyincha ma programmani ma'ni shiltan qilamiz. Ondan keyin boshqasi bor, ya'ni 700%, 800%, 1000% payda chiqadigan. Ashuni qilib baqamiz eng chatoqiri. Bak mana tanga tushib ketsa, mablag' yo'q bo'ladi. Payda olib borgan bilan payda menga yo'q qolmaydi. O jığılıp bana da payda ağana tenge öşmeydi çümeydi. Bırak ben meblağ yokulub kesse ahırda çivinin paydalanmanda ahırıma tavuzdan yokup koydan gep. Çivini almadım şundan. En mühimi şu app, şu programı kandan qilib şu tengini tushganda bizga xabar berdi. Mesela 1% tushganda chunki ma program deymiz, şu tangini her 10 sekunda 5 sekunda bir tangisini programda otomatik bunu bahasını bilip durdu. Tekşirip durdu. Biz endi şu programni qanday qilib 1% tushgandan boshlab bizga xabar qilamdi, 10% tushgandan boshlab xabar qilamdi, ya'ni 0.15% tushgandan xabar qilamdi. Biz programni kirgizmasak, shu bizga bir xabar qilib bersa, biz darhol to'xtatib bersak, üsküp başlaganda näde uxlamayda näde xabar qildimi, yadimi özümüz şu programni biladigan bo'lsa, üsküp başlagan mana biz xabar qilganda biz ondan keyin qizishqa boshlaymiz. Tushishga başlagan mana biz to'xtatamiz, chunki qimmat ekanlar. Bir yaxshiri agar tushib ketsa, darholla mesela 0.1% tushib ketsa-mu, mesela 1%ga saqlab turmay, biz 5% saqlab turmayda 0.1% tushgan mana darholla biz to'xtaydi. Chunki bu to'xtatsaqmi, buning ish haqi jiq emas ekan. Jo'xsan bo'lmaydi. Darhol to'xtatsaqlar, ani qaytib başlasaqmi, bu o'ylab ko'rdinglar 0.1% qadar ish haqi bor ekan. To'xtatib, yana ani almashtirib pulni qaytadan qildinglar shu 0.1% mu? Ashuncha ish qildi ekan. Unda bo'lgandan keyin u to'xtatib qayta qo'shsaqmi, bo'laverdi qancha qattam, 10 qattam, 100 qattam bir kunda. Chunki uning ish haqini almashtirish haqini jiq olmaydi ekan. Shunday bo'lgandan keyin biz kompyuterda avtomatik shu ozroq tushgan manlar darhol to'xtatib buni ondan keyin tushib qolib bir yerga borganda bir kundan keyin yarim soatdan keyin 1 soatdan keyin 10 kundan keyin tushdi emasmi? Qachon tush to'xtagan vaqtda, qachon ishga boshlagan vaqtda ondan keyin biz qayta mangdirib qayta qanday qazaversak bo'laverdi. Eng muhimi shu. Eng muhimi mushuni kontrol qilsak, tushgan bilan o'sganni biz program kontrol qilsak, program bilan menimcha buni jiq foyda bor. Menimcha bo'lganda. Qilmishlar paqimiz go foydani. Keyin eng oxirida foydasini biz USDT ga almashtirib, USDT qo'yib olgandan keyin US dollarni biz USDT ni biz MetaMask bilan o'zimizniki Binance damdo yoki Facebook Coinbase damdo, Bybit damdo yoki boshqa Gate.io degan boshqa portmallarga almashtirib, shu yerdan aniki PayPal ga yoki bankiga hisobotga almashtirib qachsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa Mishadinlar banka almashtirib qachsak bo'ldi. Mishadinlar bankaga Bunu mesela sel desek, sen qilmayotganda, banka almashtirolmaganda, chuqur buni sen deymiz evet. Ashuna evatib, ondan keyin mesela Binance shu. Biz buni cho'mayani baslaqchi. Sen swap. Buni bank akkaunt almashtirolmaydi ekan. Chuqur shu Binance yoki Coinbase yoki akkauntlar hisobga almashtirib, evatib buni. Ondan keyin şunun anlakin xaşsak bo'ldi ekan. Endi bu tahir hozir uqilmayda buni mishat almashtirib qanchalik chiqib ketadi. Mana o'z yaxshi ekan, buni chiqim yo'q ekan. Uni vaqt chiqib qoladi. Uni amal chiqib qoladi. Shu anda qilib agarda shu o'sish bilan tushishni kontrol qila olsak, bu buni jiq foyda bor.
Buni qanday az 100% payda keyin abaq ko'rdim bu 3% islaymiz. Ana keyin 70% payda va uni islaymiz. O'sha program bilan qolgan hammani ishlab mandiramiz. Alloh buyursa yaxshi. Ana yana bir yer dedan keldim. Vaqtingiz qolsa, balda qarindoshlar. Ma programmani o'rganib qo'yinglar. Bu programmaniki nima desanglar, bu bizning IT kasb bor, IT kasbniki o'xshash ma'ni blockchain developer degan kasb ekan. Blockchain developer kasb degani shu shifr tangini yasaydigan, ondan keyin bu shifr tangining appni yasaydigan, shu tangini bizlar tang yasaysan Uyg'urda tang yasamoqchi keyin biz Alloh buyursa. Osh tangini biz yasaymiz o'zimiz. Osh yasaydigan, tang yasaydigan, shu appni yasaydigan, hammani o'zimiz qilamiz. Keyincha agar bunday kasbni topa olsanglar, buni blockchain degan shuni o'rganib blockchain developer degan kasbni xizmat topa olsanglar, buning xizmatiga bek yaxshi hozir, bek jiddiy hozir. Buning odam az bo'lganiga qilganim. Buningki $150,000 boshlaydi. Bu xizmatning boshlanishi buni o'rganib olsanglar, $150,000 boshlanadigan xizmat. Shundan $150,000 xizmat boshlablar. Sizlar maqsadni app bilan laylab ketisizlar, shu tokenlarni hisob ketisizlar. Bu tokenga bakcha tangini bakcha yasaymiz. Hozir 170,000. Hozir bugungi hisobot qaraganda, statistika qaraganda 100 hozir 170,000 token hisob bo'lgan gap tangini. Biz dal yasaymiz. Sizlar yasaysizlar, ma'lum o'rganib olsanglar. Bu kasb endi shu tang yashaydigan shifr tangini mandiradigan shifr tangini app yasaydigan kasb endi bu blockchain developer degani bu kasb yaxshi kasb ekan $150,000 boshlandaydi undan keyin $150,000 boshlamay $100,000 boshlansa mayli bu xizmatga topadan xizmatga maosh berib tepib turib ondan keyin xizmat maash ishlab turib $100,000 tepib turib ondan keyin bu xizmat deb olsanglar keyin idora bir chiqqandan keyin idoralar maxsus cho'ng proyekt ishlaysizlar mushtaq tang qazdigan tang yasaydigan tang qazdigan ondan keyin mushtaq tang shifr tangini qildigan appni yasaydigan platforma yasaydigan xizmatni proyekt qilgandan keyin atrofida odamlar bor shundan o'rganib rasmiy proyektni qilgandan keyin ushlab ketsinlar undan keyin maoshni texnik ustan gap agarda bu eng yaxshi bu xizmat topamsanmi pul topadigan bo'lgandan keyin xizmat topamsan mayli pul tepaversanmiz mana 3 kun bo'ldi xizmat mana 3 kun bo'ldi o'rganib hozir ancha pul tepishni boshlayapman meningcha men pul topqili bo'la men tasnab baxmadim hozir menyotidi mana bu ko'rinlar menyotidi pul tepadi buni endi qilman bir telefonni qachilab email qilib rasmiy shu sinovdan o'tib baxsam undan keyin men pul tepadi men hozir 3 kun o'rganib hozir pul tepishga boshladim sizlarmi masalan oyda o'rgansanglar bir oydan keyin ba'zidan bir yildan keyin ara xizmat topa olasizlar balkim bir 2 yildan keyin xizmat topa olmasliging mumkin uni intervyu qilgan gap nima qatnashgan gap imtihon qatnashgan gap u haqda savol so'ragan gap javob bergan gap u xizmat iltimos qilgan gap u avarchilik bu u xizmat topa olmasliging mumkin uni hozir IT hozir yaxshi kasb ham jiddiy men xizmat topa olasizlar biroq uni balkim ya 1 yil yoki yarim yil 2 yil saqlab ketishingiz mumkin biroq ma'noda o'rganib asta pul tepib boshlab ketishlarni xizmat topamsanlar mayli xizmat tepishga maqsad pul tepishku bo'lgandan keyin ma'no o'zinglar shu ishlatib pul tepib ketaverasizlar xizmat topamiz korimiz yo'q xizmat topsak texim yaxshi rasmiy proyektni ishlaymiz maxsus maosh olib ishlaymiz proyektni agar bo'lmay qolsa mayli o'zimiz pul tepaveramiz bo'ldi maqsad pul tepishku bizning hozir xizmat topamsak mayli pul tepaveramiz bo'ldi xizmat lozim yo'q pul topsak bo'ldi bizga shunga ashda gap shunga makasbni o'rganib qo'yinglar men buni endi 3 kun bo'ldi o'rganyapman endi men bizning guruhga chaplab qo'ydim shu kasb mani bekorlik uydigan kasb dastlab ekan bizning guruhga kirsanglar meni bu mana ma chaplab qo'ydim o'sha yerda unisiga ma program chaplab qo'ydim men chaplab qo'ymayman chaplab qo'ydim oldin qilib deyman mana shunda kirsanglar o'sha yerda shu programmani eng dastlabdan noldan boshlaydi ekan shu Node.js degan program ekan bu men chaplab qo'ydim bekorlikka bir yaxshi ekan odam yaxshi so'zlabdi mana kirsam bossanglar o'sha yerda videoni bossanglar o'sha yerda chiq mana shuni ko'ringlar 1-10-20 dak boshlaydi boshlabdi mana beginner Node.js degan shumi Node.js degan shu qama Node.js degan shu beginner shuni boshlabdi eng asabga maya boshlabdi ko'ringlar birinchi qismga beginner 001 dedi men ikkinchi qilib
Xeli jiq ügünüp buldu eken mahırda mana çıksıp geldi ki hazır. Neçin ders geldi eken 31 ders kepti o. Mana bir şeyden başlasanlar mana uyutu eken dersini addi demişler. Xeli kötülü mü? Kötülü mü hangi mesele bunu? Hello there. I remember learning Java from your with back in 2014, and I want to thank you. I'm senior Android developer now. Madaydu, ma Muhammed İbrahim degan ekan bu adaş. Müslüman şeydi. Hello degimiz bizden o yaxşı mı degan gap. Men esimde qilishchan Java'ni sening mushu darsingdan 2013-yildan 2014-yilga o'rganib hozir men sana rahmat aytaman. Men hozir senior degimiz bizden o Ali Android degimiz ma telefonu Android ko telefoniki Ali telefoniki developer yasog'uvchisi bo'lib hozir ishlayapman xizmat ishlayapman hozir men boshlovchi emas hozir eng alisi bo'lib keldim Ali bizning Ali injener o'xshash buning Ali developer mana bu poldon your videos was a big help to me seninki bu darsing men uchun bakchon yordam qildi to switch my career to start meninki switch career degimiz almashtirish degan gap boyagi swap deymiz ku mana swap buni swap degan o'sha swap degimiz almashtirish-ku pulni almashtirish mana switch o'sha farq qilmaydi men bu qaraganda bu boshqa kasbdan bu shu kompyuter kasb almashtiribdi bu IT kasb almashtiribdi boshqa nima telefonniki appni yasaydigan almashtiribdi switch almashtiribdi andan keyin bizni kasbni boshladim development kasb boshlash degan gap thank you again deganimiz qayta degan gap san qayta rahmat aytaman hope everything is going well dedi ham sizning ham ishing o'ngishli bo'lsin debdi umid qilaman debdi hope degimiz umid qilish emasmi everything hammasi degan gap ham ishing o'ngishli bo'lsin debdi you degimiz san ham ishing o'ngishli bo'lsin debdi shu inglizcha yaxshi o'yib qilganda buniki mayli boshqa uylanmasan inglizchani yaxshi o'rganishmi buniki ingliz uylanmasan jamba qolmaydi ekan butun narsalarning hammasi inglizcha unisi program inglizcha ingliz uylanmasan bo'lmaydi agar ingliz bilmasanglar mening YouTube kirsanglar bor YouTube'da 2 ayda qanday qilib ingliz o'rgangan bo'ldi degan ashuni ko'rsanglar bo'ldi 2 ay emas 3 ay qo'yayman qanday qilib eng yomon yerga qanday qilib deganda shu bir kitobni inglizcha kitobni bir yodlab o'tilgan bir kitobni men 3 oyda yodlab bo'ldim deyman bir kitobni 2 kitobni yodlab bo'ldim 3 ay deganlar inglizcha pondab ketdim men ingliz bilmayman burun rus o'rgangan я говорю по-русски очень плохо men rus o'rgangan birinchi inglizcha qat'iy bilmaydim inglizcha men Washington degani Washington deb so'zlaydim keyin shu bir keyin Kanada aramda bo'lgan Xitoylarni bir deshib qoliblar men bu bo'lmabdi bu qamlashmabdi bu balki bu Xitoyning joni Xitoyda biz yaxshi kelmaydi ekan deb bir shu niyat qiliblar shu inglizchani bir o'rganiblar bir kitobni 2 kitobni Shingena Ying bilsizlar inglizcha Xitoychaniki Shingena Ying New Concept English degan kitobni 3 oyda yodlab bo'ldim kitobni bir yodlablar ondan keyin imtihonni o'tiblar yoz imtihondan 5,5 oldim deyman 5,5 apply 3 oydan o'tiblar ondan keyin Kanadaga keldim shundan aşağı bo'ldi agar inglizcha bilmasanglar 2 kitobni 2 yodlab olsanglar 3 oyda yodlab bo'lsanglar 3 oyning ichida 2 qismni yodlab bo'lsanglar shuni inglizchaga pondab ketisizlar inglizchani qat'iy o'rganmay bo'lmaydi ekan buni kasb IT xizmatlarimizdan boshqa qilsanglar inglizcha bilmasanglar endi baribir xizmat topa olmaysizlar endi bir yaxshi endi maniki programmaga inglizcha so'zlash ketmaydi endi shu ba'zilar inglizcha biroq asosan shu buni bir qatim bilib olsanglar bir buyruqku bir bilib olsanglar bo'ldi uni hech bo'lmaganda inglizcha bilsang yaxshi bilmasanglar endi buni o'rganib olsanglar pul tepishni bilib olsanglar bo'ldi keyin ingliz asosida o'rgansanglar bo'ldi eng yaxshi bu o'rgansanglar pul tepishni boshlaysizlar pul tepishni o'rganib olgandan keyin xizmat topa olmasanglar mayli ingliz bilmasanglar mayli pul tepishni bilsanglar ani qolgan asosda hammalar o'ng javob tushdi endi meningcha bo'lganda pul topqili bo'lar qadasi shunaqa qilyapman mening cho'ng masala yo'qda qilib turdi eng muhim masala shu mashinani qilib olsaqlar shu tushganda ilib o'sganda sotganini mashinani qidak xitoy davra man o'smishga panduan qilishni bilsanglar kechiringlar topaman deyman hozir shu programma bilan shuni panduan qiliblar shu tushganda yuqoriga setib o'sishga boshlagan vaqtda shuni qanaqasini boshlab mashinani amal qila olsak meningcha jiq foyda bor meningcha
menimcha jiq foyda chiqdi. Ondan keyin eng chong masala shu. Men qilasak bu jinto sat ashta mengi berdi, pul tepi berdi. Bu tangi üstüde bir tapıdı. Ondan keyin aniq o'sga vaqtcha, ondan keyin aniq foydasi bir bo'ldi, 2 foyda bo'ldi. Ondan keyin foydasini yana qo'shib, yana kan qassak 3 foyda bo'ldi. Tam mengi berdi. Ondan keyin eng oxirida bizning USDT almashtirib bo'lgandan keyin hozir USDT'dan qanday qilib bizning Binance qapamdi mana Binance'ga yoki Coinbase'ga shu olganda bu jiqpul alamdi, azpul alamdi, mashina bilmasak bo'ldi. Jiqpul almaslar, men ichida azpul hech qancha chiqib olmaydi ekan, ichida. Jiqpul almaslar, shuning buni chataqir bizni bu pulni misha yo'tkazishda, mayadan yo'tkazgicha, meni ancha sho'shib oladi ekan. Buni qaytib chiqarganda olar ekan. Keyincha buni jiqra tep bo'lgandan keyin menimcha bir bakchin 5 kunda bir buni o'tkazmay buning uchun bir xil yilda bir yo oyda bir ya'ni chiqib bir pul ma'lum bir jiqilgan vaqtda to'plangan vaqtda ondan keyin bir xil o'tkazsa menimcha o'chaqda menimcha chiqim az bo'lar mana shu pinchu az bo'lar. Qayta davomli har bir qatimda o'tganning munosib pul oldi buning uchun. Ben bir qatimda bir o'tkazsak menimcha cho'ng masala yo'q. Shunday bo'lganda, shu ikki masalani hal qilib olsak, menimcha buni foydasi pek ko'p. Alloh bersa foydasi chiqib qolar. Foydasi bo'lib qolsa, Alloh bersa biz shu guruhdagi Uyg'ur bolalar hammamiz tang boy bo'lamiz. Men shu mayli qachon shuni o'ngishga olsam, yo bir haftadan keyin, yo 3 kundan keyin, yo bir oydan keyin qachon shu o'ngishga olsam, ondan keyin men shu biz guruh chaplab qo'yman, hammanglar pulni tayyor qilib turinglar. Hammadan keyin pulni tepishga boshlaymiz. Alloh buyursa, endi men vaqtdagi ko'nglim xush qilib qo'yay. Boy ishkishmasini hal qilib olsak, xudodan bo'lsa cho'qim boy bo'lamiz. Agarda masalan $1000 qo'ysanglar bo'ldi, $10,000 qo'ysanglar jiqroq foydasi chiqadi. Mesela $10,000 qo'ysanlar bu yerda undan necha emas, 1 manchida har bir sekundda 10 sekundda 1 manch tangidan jiqib tursa, keyin 1 soat yo 24 soat yo 5 kun bir haftadan keyin 1 manch pulda o jiqsanglar. O 1 manch jiq foyda chiqdi. Ondan keyin agarda $100,000 qo'ysanlar texnik chiqdi. Hozircha uncha jiq pul qo'ymay turinglar. Hozircha shu $5,000, $1,000 qo'yib turib, unda sinab boqaylik. Men hozir buni endi boshildi. Buning qanday xatiri bor bilmayman. Buni hackerlar buni haqqilarni qilamandu bilmayman. Qani bir ahvol qarab boqaylik, tamda. Hozircha jiq pul qo'ymay, $5,000 yo $1,000 qo'yib foydasini tep pul topqash turinglar. Agarda rasmiy mustaq hackerni amal qilmaydigan amalni qilsak, rasmiy mustaq bayqi davomli tanishamiz-ku bu namda mustaq. Ba'zi 1%lik program kirgizamiz-ku, 1% bo'lgan, bir tushukka 1% bo'lganda bizni xabar qilsa, yoki 3% bo'lganda 0% yo 5% yo 1% tanishamiz-ku, tanishib suja jo'ntay bo'lganda biz xabar qilsa, andan keyin biz shu bilan mangu mangdirmiz, 24 soat mangu mangdirmiz. Mangdirgandan keyin andan keyin pulni oyoq o'tkazib biz pulni tepib beramiz. Allah buyursa, andan keyin boshqa 300%lik 470%lik ko'dinlarga onun foydasi bor ekan, uni qilamiz, keyin almashtiramiz. Ma birini qilib olgandan keyin qolganini qilmoq oson. Shunday qilib Allah buyursa, endi bak ilqidak xo'shal bo'lib ketsak, endi bakchun ilqidak pozitiv bo'lib ketsak, menimcha o'ganda Allah buyursa, shu guruhdagi amballar ancha pul tepib, Allah buyursa, endi Amerika kelmaslar. Biz chet eldagi boshqa Amerikadagi Kanada qarindoshlar xudoyim bo'lsa Turkiyaga berib o'shada tang o'ynaymiz. Turkiyaga berib Allah buyursa, endi rasmiy, endi buni ish qilib amal qilib boqaylik. Endi ba'zi sizlarga rag'batlantirib qo'yaylik, men yaxshi o'rganib turinglar. Endi agar rasmiy yaxshi olib ketsa, Allah buyursa, yaxshi bulab ketsa, jasmin bulab ketsa, endi faraz mustaq bo'lib ketsa, rasmiy foyda ketsak, biz shu turibdiki bolalar xudo buyursa, Allah buyursa, Turkiyaga yig'ilib, biz Turkiyaga berib, Turkiyada shu dengiz bo'yidagi yani bir dachidan bir Airbnb deb, men burun Airbnb qilgan, meningki azan olalayman, mening 5-chi 5 nima bor uniki. Akkauntim bor. Sizlarga hech kim bilmasa, menga beradi uyni. Aslında Apple'a aşağıda olabilirse bir şu bizim aşağı Türkiye'ye yığılıp çünkü Türkiye başka baramayızlar Amerika kilemezler biz bağımsak berip olabilirse koyunu edip deniz bir de olabilirse biz bir eğer de yaşayıp geçse anda bir okumayı sınavdaki bilimiz gandı azıcık rağbatlandırıp koyarsınlar eğer yaşayıp kalsa anda biraz da olmayı yaşayıp kalsa mümkün eğer de yaşayıp geçse eğer de denge yapacağım yine bek ne yapacağım
Agarda yaxshi qolsa aşağı yig'ilib, biz ala bersa, shu dengiz bo'yida uyni elib, dachani elib, men olaman. Andan keyin biz aşağı Turkiyaga yig'ilib, qo'yni elib, aşağı bir kafe yeb, kafega aşağıda mashrab qilg'ash, andan keyin o'ynaymiz. Pul tepaverdi, biz o'yinimizni qilaveramiz. Agarda mumkin bo'lsa, kompyuter usti bolalar bo'lsa, hammamiz avtomatik qilsanlar, biz o kunda biz telefon uçuyalab, avar qilishimiz, biz o'yinimizni o'ynaverdi. Ya Türkiye olamda ya Havaya kilometre Amerika başka Avrupaga berib o'ynab o'rimiz. O'ynab kashda yotoq kirgandamda telefon qarab baqsaq buldi qancha pul kirdi hisob qilibchi. Endi bu eng yaxshi, endi bu eng qadak g'oyibi deymiz, g'oyibi xiyolga eng yaxshi holatga aralgan, eng yaxshi holatdiki. Unda ham chiqib bilasini ancha xushal qo'yay, eng yaxshi holatda. Nachar holat bo'lsa, endi shu qadak pul tapqan pulning tayini yo'q, qazgan kanning tayini yo'q, birmuncha mablag'ni yo'qotib, oxirida chuvinni topamiz deb tavizni topamiz deb taviz yo'qotib o'tiramiz. Mana dechcho mana. Uchib kelsa, mavjud ketdi, biroq foyda bak bo'lsa, mujdik tanga foyda ular. Bu baribir sekund tepadi-ku bo'ldi. Endi masalan, mana qaytib bayt to'xtatib qo'ygandim, men yana qaytib boshlasam, yana qaytadan boshlaydi bu. Endi shu channellarga mana sizlar avtomatik qilsang, texnik yaxshi avtomatik. Ana endi qishqi boshladi. 15 tanga bor ekan. Yaxshiroq ma tangani qazgan tanga bu tushmaydigan o'smaydigan tanga bu qazg'ini boshqa tanga qazdi bu. XTRI degan tanga qazdi, TRI emas, XTRI degan tangani Amerika dollariga o'xshash o'smaydigan tanga bu. Shu Allah buyursa o kunlarmikilar bizim aramızda cho'ng baylarmi bor, necha million dollarlik naqd pul barlar bor, kambag'al o'quvchi bolalar bor. Endi o'zinglar ahvol qarab, o'zinglar mablag'ini o'z ahvol qarab shu silib mishni o'ynab boqinglar. Hozir mening cho'g'anda bayqidaydigan bakchiq pulni solmay turinglar. Endi hozir men buni 3 kun bo'ldi buni uyangili. Agar sizlar bilgan bo'lsanglar deb qo'yinglar, buni qanday xatir bor. Ondan keyin biz sinab qilamiz bu buni. Sinab o'tganlik ana deymiz ku. Sinab boqayli. Qanday eng chataq yeri nima? Ana shu albomga masala nada? Ana shuni qarab, ana shuni masalani hal qilish uchun biz yana bir tirish boqayli. Shuni qilib qilayli. Bulamda ma'qulamsa xo'sh Allohga amonat. Men tutgan amal darhasida uch yo'llayman. Men chatlab qo'yman. Shuni ko'rsang, shundan ishlatib qilsang bo'ldi. Pulni tayab turinglar. Andan keyin dayg'adan kompyuter usti bolalar bo'lsa, yaxshi men qarab o'tmay, o'zinglar darhalla matematikdan pulni almashtirib, yoki sinab qilib $100 qo'ysanglar bo'ladi. Sinab qilinglar $10, $20, $10 men pek ozib qoldi. $10, $100 qo'shib, sinab qilinglar, sinab qilib avtomatik qilib qilinglar, uch yo'lab yurmaydi telefonda. Avtomatik qilinglar, bo'lmasa ba'zi uxlab, yarim kecha uxlab qolganda uch yo'lasa biz ko'may uchib ketsa, ziyon bo'lmasin. Undami yarim kecha undami uchib ketmas. Hozir qolsam shu bekos hozir men o'tdi. Bekos hozir shu bir soat bo'libdi. Endi shu o'sib turma, o'sib turdi. Işte o'sib o'tdi. Ma to'qib sanamiz bir kun tushgan basi. Biz bunun qarimiz yo'q. Biz har 5 minutda 10 minutda bir qatam ashdan qarablar. Menimcha 5 bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda bir soat avval qaramsak bo'lmaydi. Qani birimiz tanishib boqaylik, birini qilib boqaylik, sinab boqaylik. Bu yaxshi agarda pul topib qolsak, ajab. Buni boshqa pul topgan boshqa usullarim bor ekan. Manda mayning pul topmay, ya'ni qaqlar biraz $1 million olsa darhalla bu elish uchun 3 minut 5 minut vaqt ketdi ekan. Bo'g'acha biz darhalla kompyuterdan o'qiyotganlar, kompyuterga bir mancha dars almashtirib bo'lganlar, mancha kurs almashtirib bo'ldi. Qaqlar bu 1 million olgan vaqtlar darhalla shu coinni biz qaqdan tiz evasak bo'ldi. Qaqlar 1 millionlik masalan bitcoin olgan bo'lsa, o'sib boshlagan bo'lsa, darhalla biz mancha kursni ichida evalaymiz. O xalqlar bir muncha epoqacha o'samda o'sgandan keyin biz darhol qasat poqacha biz setib olamiz. Boshqa jiq Slovakiya buni pul topadigan yolg'iz mushlar emas. Shu eng yaxshi deydiganim shuni yaxshi uyni qo'ysanglar, xizmat topamizlar mayli, ingliz bilmasanglar mayli, shu programmani uyni olsanglar, pul topishni bilib olsanglar bo'ldi, qolgan ishlarimiz oson bo'lib ketadi. Buldi ma'qulamsa xo'sh Allohga amonat.